Hammaga salom. Sense Robot haqidagi birinchi videomizga xush kelibsiz. Ushbu robot klassik shaxmat o'yinida ishlatiladi va bugun men sizga uni ajralib turuvchi jihatlari haqida aytib o'taman. Biz ushbu texnologiya yaratuvchisi va homiysi bo'lganimizdan va shaxmat sanoatiga hissa qo'shganimizdan mamnunmiz. Sense Robot sun'iy intellekt bilan yaratilgan va uy sharoitida ishlatish mumkin bo'lgan katta masshtabli loyiha. Shu bilan birgalikda u kundalik hayotimizni maroqli va aqlli o'tkazishga yordam beradi. Bizning shiorimiz oddiy, innovatsiya va birdamlik. Bizning nazdimizda texnologiya shunchaki sovuq va murakkab gadjet emas, balki u oila a'zolari va odamlarni birlashtirishga xizmat qilishi lozim. Biz Sense Robot orqali qilayotgan har bir harakatimiz oilaning birdamligiga va maroqli hordiqni unutmay o'rganishga e'tibor qaratishni ta'minlaydi. Shaxmat o'yinini va zamonaviy sun'iy intellektni birlashtirish orqali biz kundalik hayotni boyitish va oila a'zolarini yaqinlashtirishni maqsad qilamiz. Keyingi videoga tayyor turing. U yerda biz bu texnologiya to'g'risida chuqurroq ma'lumot berib o'tamiz. Buni o'tkazib yuborishni istamagan bo'lardingiz. Siz Sense Robot allaqachon Yevropa shaxmat birlashmasining haqiqiy ta'minlovchisiga aylangani haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu juda katta qadam sanaladi va ushbu kashfiyot bizning texnologiya va innovatsiyalarimizning yaqqol namunasidir. Videoning hozirgi qismida Sense Robotning ajralib turuvchi jihatlari haqida gapiramiz. Bizning robot sizni shaxmat o'yinini endi boshlaganligingizga qaramay, qiyinchiliklarni yengishingizga yordam beradi. Agarda siz juda yaxshi o'yinchi bo'lsangiz ham, siz uchun maroqli bo'ladi. Sun'iy intellekt sizga strategik harakatlar qilish qobiliyatini yaxshilashni o'rgatadi. Bundan tashqari, Sense Robot sizni kelajakda butun dunyo bo'ylab haqiqiy o'yinchilar safiga qo'shilishingizga ham hissa qo'sha oladi. Siz o'z pozitsiyangizni kiritib, u uchun chalg'ituvchi va yashirin taktikalarni o'rgana olasiz. Sun'iy intellektni raqibingizga qarab va o'yin holatiga qarab sozlay ham olasiz. Keyingi qismda esa qanday qilib uni yig'ishni ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib qutidan oching, shaxmat donachalari va doskani tekis yuzaga joylashtiring. Yodda tuting, u robotdan kamida 60 mm uzoqlikda bo'lishi lozim. Doskani robotning oyoq qismidagi maxsus joyga qotiring. Keyin esa doska kabelini ulang va kabelning keyingi qismini robotga ulang. Adapterni robotning portiga ulang. Barcha 34 ta donachani doskaga to'g'ri o'rinda qo'yib chiqing. O'chirib yoqish tugmasi ham robotda joylashgan. Keyingi qismda esa robotni Wi-Fi ga ulab, onlayn musobaqalarda ishlatishni ko'rib chiqamiz. Progressda davom eting va har bir o'yindan dars oling. Qadamma-qadam AI ma'lum bir strukturada sizga kerak bo'ladigan taktikalarni o'rgatadi, hattoki siz tajribasiz bo'lsangiz ham. Keyingidan siz yakuniy bosqich va klassik o'yin uchun sharhlar olishingiz mumkin. 145 tagacha bo'lgan yakuniy bosqich o'yinlari va ovozli kommentga ega bo'lgan 100 ta klassik o'yini mavjud. Robotni qanday qilib yig'ishni ham o'rganib oldik. Endi uni Wi-Fi ga ulashni ko'ramiz. Birinchi, Sense Robot ilovasini yuklab oling. Uni App Store yoki Play Market ilovalaridan topishingiz mumkin. Uni o'tkazganingizdan keyin robotning sozlamalaridan Robot Configuration bo'limiga o'ting. U orqali keyingi oynalarga o'ting va telefoningizda QR kod paydo bo'ladi. Uni Sense Robot yaqinida ushlab turing. Skanerlash tugaganidan so'ng robot Wi-Fi ga ulanadi. Qo'shimcha eslatmalar. Doska atrofini toza va ortiqcha buyumlardan yiroqda saqlang. Kamerani doimo toza saqlang va qizib ketishdan ham qoching. Robot erkin harakatlanishiga sharoit yarating va bular hammasi Sense Robotdan keraklicha foydalanishingiz uchun barcha ma'lumotlar edi.